Okalar adnokontrolniy kotolimiz 300 kvadratga mo'ljallangan. Buni 200 kvadratlik ham bor. O'zimiz ishlab chiqaramiz akalar. Hop, Algartinniy xonadonga uстановка qilib berganmiz. Nechta batareya bor edi aka? 10 ta. 10 ta batareya. Ushab ko'rdingiz, tekshirdingiz. Hammasi yaxshi. Amaki yaxshimi hamma yo'q? Yaxshi. Qalaysan? Qaynoq. Nonni tiqyapti-yu. Xo'p, okalar qaranglar. Avtomatlari bilan qo'yganmiz. Filtrga tur. Mana graduslar. Ko'pchilik gradusni so'rayotgandi. Xo'p, 60 gradus. Bu ham obratga 50 dan o'tdi. Pardachi 60. Xo'p, avtomat 3 ta turibdi akalar. Ustani ham ustasiga qo'ydirsanglar, ishinglar tez bitadi, muammo bo'lmaydi, akalar. Sistemaga bog'liq, hamma narsa katolga bog'liq emas. To'g'rimi aka? To'g'ri. O'zlari ham akfada ishlaydilar. Ko'ryaptilar, tekshirdilar, hamma yoq zo'rdilar. Amaki yaxshi kunlarga ishlating. Rahmat. Salomat bo'linglar. Ko'pchilik deyman, xotin tellayapti deydilar. Akalar, mana bitta istiklavatlar mana shunaqa o'rab orasizlar. Kondensat bo'lmaydi, tellamaydi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi, akalar. Videoga like bosing, gazga ko'p to'layotgan eski katol bor, yaqinga jo'natib qo'yinglar. Mabodo ustunovka xizmat kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqib qolasizlar. Videodagi telefon nomerini yozib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqib qolasizlar.